ekan. Mana shu yosh bola sevinchingiz qo'ymagan million marta men oldimda Shoira Otabekova hamma guvoh. Necha marta telefon qildi. Men qo'rqaman, undan ko'ra men rozdirmoqchi bo'lib reklama qilsanglar, menga mantaqa yutqizdiringlar dedi. Sizlar yo'q deb turib oldinglar oyog'inglar bilan. Endi buni qiyosyapsizlarmi? Xudodan qo'rqinglar, xo'pmi? Alloh bor-ku, ilohim bolalaringlardan ko'ringlar shu kunlarni. Yaxshilikcha qolamayapti, menga sakramasin bu qizingiz. Mana shu qiz qilgan familiyani olib keltirib, oyog'i bilan keldimi familiya sizlarga? Qo'ymadinglar-ku, Halimadan keyin qo'rqyapsiz. Guvoh kelib o'tiribdi, Halimani o'ligida borganda o'sha chizilgan edi. Kelmadi. Endi cho'zib qo'ymadinglar-ku. Reklamaga kelgindi. Nima deyapsizlar sizlar endi? Daqiqa gapirib yubormasdan, endi mashinaga o'tirganiga bo'ldimi? Sizlar ko'tinglarni tozalab, barakameraga borgan mashinaga o'tirib. Undan oldin nikroz bo'lgan, yaxshilik tushunmaydiganlarga olgan. Men o'zi o'qituvchi shok bo'lib qoldim. O'ziga tashlashibdi, ko'rdingizmi? Nima deb yozganlar? Bizni qoniqarli chiqqan operatsiyadan, yozibdilar, qoniqarli chiqdi operatsiyadan.